Assalomu alaykum guruhdagilar, yaxshimisizlar? Sizlarmi? Manzaraga baho beramiz, manzaraga. Sina qishlog'iga haytik 2 qavatli darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Mana ko'rib baho beringizlar. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, do'stlaringizga videoni tashlab qo'yinglar, kommentariya. Obuna bo'lishni to'xtamaymiz. Mana aka 3,5 razmeri. Kimga narxi qiziq bo'lsa, plyus belgisini qoldiring kommentariyaga. Sizga yozib jo'natamiz. Narxlarni ochilishlari. Ichki taraflari. Xohlasa, kimga shunaqa sifatli Xtabop narxlarda kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasizlar. Biz xizmatingizni qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Chang bo'lib yotibdi, ahamiyat qilmaysizlar. Lislar, korobkalar o'ngun, lislar ikkilik. Baho beringizlar. Obuna bo'lishni to'xtamaymiz. Shu videoni do'stlaringizga tashlab qo'yinglar. Kimga darvoza kerak bo'lsa. Rahmat e'tiborlar uchun.